Bizda tezkor quiz yangilandi. Demak, uni yangi versiyasini sinab ko'ramiz. Buning uchun testni boshlash, tezkor quizni tanlaymiz yoki bu yerda testni boshlash tugmasini bosamiz va bu yerdan tezkor quizni ustiga bosgan holda boshlash tugmasini bosamiz. Demak, tezkor quizga kirib oldik va bu yerda ko'rishingiz mumkin, yangilangan versiyasi juda chiroyli. Demak, fayl yuklab ko'ramiz. Buning uchun fayl yuklash tugmasini bosamiz va biror bir namuna faylni yuklab ko'ramiz. Agar sizda namuna test fayli bo'lmasa, bu yerdan namuna test faylini yuklab olish tugmasini bosasiz. Va ko'rishingiz mumkin, fayl yuklab olindi va xo'p rahmat tugmasini bosamiz va yuqoriga chiqamiz. Demak, shu ko'rinishida testni yechib ko'ramiz, keyin sozlamalarni o'zgartirgan holda yana test yechib ko'ramiz. Shunda to'liq farqini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda funksiyalar berilgan. Kompyuterda ishlash juda qulay. 1 dan 4 gacha raqamlar bilan variantlarni tanlash mumkin. 2 marotaba bitta raqamni bosish shu variantni tanlashi mumkin. Keyin enter tugmasi ham shu vazifani bajaradi, ya'ni variantni tasdiqlaydi. Demak, variantlarni tanlab ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli. Va keyingi savol tugmasini bossak, to'g'ri xato chiqadi. Ma'lum bir vaqtdan keyin endi orqaga qaytamiz va sozlamalarni o'zgartirib ko'ramiz. Demak, keyingi tugmasini ko'rsatishni olib tashlaymiz. Savolni markazda qo'yib ko'ramiz. Berilgan savollar ya'ni markazda chiqadi. Mana bu masalan ko'rishingiz mumkin. Tezkor quiz, test faylini yuklang va bilimingizni sinab ko'ring. Shu kabi markazda chiqadi. Agar buni o'chirib qo'ysak, chap tomonda chiqadi. Xuddi mana bu joylashgandagi kabi savollar. Keyin javob tanlanganda shu joyda qolishni yoqib qo'ysak, hozir natijani ko'ramiz. Faylni yukladik, inpostga tushamiz. 20 ta savol. Endi bitta variant tanlab ko'ramiz. Masalan, shuni tanlasak, bitta tanlashda shu javobni tanlayapti va keyingi savol tugmasi chiqyapti. Bossak, keyingi savolga o'tyapti. Shu joyda qolishni yoqib qo'yganimiz uchun avtomatik keyingi savolga o'tmaydi. Faqat o'zimiz keyingi savol tugmasini bossakkina keyingi savolga o'tadi. Bo'lmasa shu oynada qoladi. Shu testda. Endi keyingi tugmasini ham yoqib qo'yamiz va javob tanlanganda shu joyda qolish tugmasini yoqib yana test faylini yuklab ko'ramiz. Demak, ajoyib test boshlandi va ko'rishingiz mumkin, bu yerda keyingi tugmasi bor. Bu yerda ham shunday. Keyingi tugmasini ko'rsatishni yoqib qo'ydik va shu sahifada qolishni belgiladik. Demak, shu oynada qolyapti va shu ko'rinishda davom etadi. Agar sozlamalarga tegmasangiz, asosiy sozlamalar shu holatda qoladi. Ya'ni savol chap tomonda joylashadi, keyingi tugmasi qardan ko'rsanadi va javob tanlanganda shu joyda qolish o'chirilgan holatda turadi. Ya'ni avtomatik keyingi savolga o'tadi agar variant tanlansa. Demak, xulosa sizdan testlarda omad tilayman.